Onam shunaqa kislorodlik joy, toza havo joydan kvartira qilib yuribsizmi? Shunaqa fontanlik joy qilib yuribsizmi? Shunaqa baho joy qilib yuribsizmi, qadrdonam? Manzarani ko'ryapsizmi, qadrdonam? To'rxonali kvartira qilib yuribsizmi? Teng bo'lib vetrni. Assalomu alaykum, mana kuzatib borgan hurmatli obunachalarim. Feroz agensiyaning obunachalari va hamshaharlarimiz, bugungi obzorimiz Buxoro shahar Kanechkadan va To'qimachi yangi bozor ro'parasi yoki yangi bog'ning yonida vetr domimizning 3-etajida, to'retatka domning 3-etajida 4 xonali kvartiramiz obzoriga keldik. Kvartiraning obzorini ko'rsatib o'tamiz. Obzor davomida qadrdonlarim sizlarga qo'yilgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Ana bu o'tirgan xonamiz bitta mehmonxonamiz, ana bu yerda esa spanli xonamiz. Derazalarimiz akfa qilingan, chuqurli radiatorlar qo'yilgan, eshiklarimiz ham akfa qilingan qadrdonlarim. Bu ikkinchi xonamiz spanli bo'lgan, toza foncha remontlar qilingan qadrdonlarim. Kvartiramizni nima ko'rayotgan bo'lsangiz, barcha jihozlar qoladi. Ana bu perxo'ja qismimiz, bu 3-xonamiz. Proyektimiz ikki tomonlama qadrdonlarim. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgansa like topishgan ayman, Feroz agensiyaga obuna bo'lishni unutmang. Imkon qadar shu territoriyada do'stlaringiz uy qilib yurgan bo'lsa, o'sha do'stlaringizga tarqatishga chora qilamiz. Bu 4-xonamiz qadrdonlarim. Xonalarimizning hamma eshiklari akfa qilingan, terazalari ham akfa qilingan. Ana bu yerda bizning hojatxonamiz. Hojatxonamiz patologgacha kafil qilingan. Bu yer esa yuvinish xonamiz ham patologgacha kafil qilib qo'yganlar. Ana bu yer esa kuxnimiz balkonga chiqqan qadrdonlarim. Bu yoqqa bemalol o'z uchun ovqat yeyish zona qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bemalol pishirsangiz bo'ladi. Qadrdonlarim, lokatsiyamiz vaqti joy 30-maktab va 12-maktab atrofida. Bu yerda bir qadam masjid, yangi masjid bor. 5 vaqt azon namozini eshitib turasiz qadrdonlarim. Bozor bir qadam, masjidga muammo yo'q. Kvartiramizning narxini 37.500 deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazochasi bor. Agar mabodo 10.000-15.000 pulingiz yetmasa, ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz qadrdonlarim. Omon bo'ling. Pastga raqamlarni qo'ydim, bizda aloqada chiqqan so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Feroz agensiyaga obuna bo'ling.